Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin ve l'aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalomu alaykum ve rahmatullohi ve berekatuh. Bu ikisi teng bo'lurmi deb nomlanadigan darsimizning bugun 3-chisi. Birinchi darsimiz tavakkul va tavakkul haqida bo'ldi. Ikkinchi darsimiz sabr bilan jazoa haqida. Bugungi darsimiz birrul validayn va uququl validayn. Ota-onani duosini olish, ularni rozi qilishlik yoki ularga oq bo'lishlik. Fazl ibn Yahyo ismli bir kishi. U o'zini otasiga yaxshilik qilishlik bilan mashhur bo'lgan solih insonlardan edi. Allohning taqdiri kunlarda birida u kishi bilan otasini qamoqqa olishdi. Sovuq tunlari otasi ertalab tahoratni sovuq suv bilan olishini xohlamasada xonasini yoritishlik uchun berilgan chiroqni olardi-da, idishdagi suvni unga tutib, otasi uyg'ongunga qadar suvni ilitib turar edi. Otasi iliq suvda tahorat olish uchun. Qo'riqchi buni bilib qoldi-da, chiroqni olib qo'ydi. Endi ota sovuq suvda tahorat olishlik kerak. Ammo otasiga bir yaxshilik qiluvchi bo'lgan bu farzand yo'lini topdi. Endi nima qiladi? Ana shu suv quyilgan ishni quchoqlab uxladi. Tong yotgungacha mana shu sovuqni o'zini badaniga o'tkazib, suvni sovib qolishligidan ehtiyot qildi. Tong yotganda otasiga iliq suvni yana tahoratiga tutdi. Albatta bu birrul validayn. Albatta bu ota-onaga bo'ladigan go'zal muomalaga yaqqol misol. Endi buni ro'parasida ota-onasiga oq bo'lganlar bor. Bu ikkalasi teng bo'ladimi? Ana shu oqpadalardan biri qarib qo'ygan onasini qariyali uyga olib borib qo'ydi. 1 oy, 2 oyda zo'rg'a xabar olar edi. Tirikchilik bilan ovora, bu ayolni shu yagona farzandidan boshqa hech kimisi yo'q. Bu ayol qarib qo'ygan, ajalini sezgandek bo'lib, tabibga meni o'g'limni chaqirib bersanglar. Sizni qayerdan topamiz o'g'lingizni? Mana raqami. Raqamni olib tabib o'g'liga qo'ng'iroq chaladi. Kim bu? Siz falonchimisiz? Ha, falonchiman. Falonchi sizni onangizmi? Ha. Falon qariyalar uydami? Ha. Nima gap? Bir kelib ketar ekansiz. Bugun erta onangiz omonatni topshiradiganga o'xshaydi. Sizni ko'rgisi kelyapti. Sizni ko'rib, bag'riga bir bosa bir peshonangizdan o'pgisi kelyapti. Vaqtim bo'lsa borarman deb qo'yib qo'ydi telefonni. Subhanalloh, bu seni onang. Tirikchiliging, dunyoing, oilang, onang norozi bo'lib o'tib ketadigan bo'lsa, senga qancha bir xayriyati, qancha foydasi bor. Bir kun o'tdi, 2 kun o'tdi, farzand kelmadi, ona vafot etdi. Birodarlar, rizor rob fi ridol validayn. Allohning roziligi ota-onaning roziligida. Allohning g'azabi ota-onaning g'azabida. Ota-onasiga doim yaxshilik qiladigan yigit bilan ota-onasiga oq bo'lgan yigit hech qachon barobar bo'lmaydi. Ibrohim alayhisalom ulug' payg'ambarlardan edi. Otasi mushrik edi. Otasini haqqa chaqirar ekan, otasi qarshilik qilar edi. Otasi jerkib berar edi, urushib berar edi. Shunday bo'lsa ham Ibrohim Halilulloh ya abati, ey otajon degan so'zdan boshqa so'zni aytmas edi. Ibrohim alayhisalomni oxiri otasi uydan haydab chiqardi. Ya Ibrohim, la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Ey Ibrohim, qasamki agar sen to'xtamasang da'vatingdan, albatta seni toshbo'ron qilurman yoki butunlay meni tark et. Uydan haydab chiqardi. Uydan haydab chiqardi. Nima uchun? Haqqa chaqirgani uchun. Tavhidga chaqirgani uchun. Chiqib ketyapti, nima dedi otasiga? Qala salamun alayk. Sastagfiru laka robbi innahu kana bi hafiya. Ibrohim dedi. Otasiga omon bo'ling. Endi Parvardigorimdan sizni mag'firat qilishini so'rayman. Shak shubhasiz u menga mehribon bo'lgan zotdir. Mushrik bo'lgan, u kishini da'vatga qarshi olgan, uydan haydab chiqargan otasiga mana shunday go'zal muomala qilyapti. Albatta bu birodarlar birrul validayn. Albatta bu anbiyolarning xulqi. Otalar bilan arazlashib, otalardan o'pkalab, o'zini ulardan olib qochib yurgan farzandlar yaxshilab eshitib qo'ysin. Modomiki ota-ona tirik ekan, ularning roziligini olib qolmabdimi? Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, amin, amin, amin. Shu 3 ta amindan bittasi ota-onasi ikkalasi tirik bo'lib turib yoki bittasi tirik bo'lib turib,
ularning roziligini olib, ularning xizmatini qilib, jannatiy bo'lmagan farzand voy bo'lsin holi. Burni yerga chiqarsin. Amin deng ey Muhammad alayhisalom dedi Jibril alayhisalom. Rasululloh amin dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari tug'ilmasidan avval otasi vafot etdi. 6 yoshga kirganda onasi vafot etdi. Mushrika bo'lgan holida. Alloh subhanahu va taolodan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyin u Madinaga hijrat qilgandan keyingi paytlarda Robbisidan so'radi. Onasini qabrini ziyorat qilishligini. Alloh taolo izn berdi. Qabrini ziyorat qilib, qattiq yig'ladilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Sababini bilmagan sahobalar, "Ya Rasululloh, bu nima qabru, bu nima yig'i?" deb so'rashdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Robbimdan onamning qabrini ziyorat qilishga ruxsat so'radim, Alloh izn berdi. Endi haqqiga istig'for aytsam, mushrikning haqqiga istig'for aytma" deb Alloh qaytardi. Farzandni onaga bo'lgan mehri meni yig'latdi. Garchi kofir o'lib ketgan bo'lsa ham onasini eslab yig'layapti, birodarlar. Albatta bu birrul volidayn edi. Shuning uchun musulmon bo'lib turgan ota-onalarimizga chekchayib qarash, gap qaytarish, ovozimizni ko'tarish, gapiga teskari ish qilishlikdan taqvo qilishligimiz kerak. Chunki namozingiz bo'ladi, ro'zingiz bo'ladi, hajingiz bo'ladi, zo'r amallarni qilasiz. Ammo onani yoki otani norozi qilib qo'yadigan bo'lsangiz, bu amallaringiz habada bo'lib ketadi. Munazir. Otasi oq bo'lgan Munazir. Bu Munazirning qissasi arablarning orasida mashhur edi. Otasiga yaxshi muomala qilmas edi bu farzand. Ota kunlarda birida o'g'liga nasihat qildi. "Bolam, Allohdan qo'rqin. Bu noto'g'ri ishlarni tashlagin." Ota nasihat qildi. Shunda bu oqpadar nima qildi? Qo'lini ko'tardi-da, otasini bir shapaloq urdi. Ota yerga yiqildi. Shu urgan qo'lni tarbiya qilgan, yedirib, ichirib katta qilib qo'ygan kim edi? Shu otamidi? "Ey ukalar, ko'zlari katta ochinglar. Men ko'p aytaman buni. Sizlar ko'rayotgan g'arbdan kelayotgan kinolarda otasini masxara qilsa, otasiga gap qaytarsa, bu zo'r bo'ladi bu bola. Kinoda oxirida shu bola murodi maqsadiga yetadi. Sevganiga yetishadi, $1 million topadi. Xullas oxirida kim marra kimiki bo'ladi? Ularni o'sha olib ketadi oqpadar. Otasiga, onasiga haqoratomuz muomala qilishlik oddiy narsa deb ko'rsatilyapti. Va nima bo'layotganligini ko'ryapsizlar bularning o'zlarini. Ota g'azabga to'ldi, shaharni tashlab chiqib ketdi. Makka mukarramaga safar qildi. To'g'ri Makkaga bordi. Yetib Ka'batullohning kisvasiga osilib duo qildi. Parvardigor, o'g'lim Munazildan meni haqqimni olib ber. Endi otani haqqi nima? Farzand oq bo'ldi. Endi jazosini olishi kerak shu dunyoda. Birodarlar, ko'p gunohlari bor. Banda qiladi, jazosi albatta oxiratda olinadi. Ammo ayrim gunohlar bor, oxiratda ham oladi, dunyoni o'zida ham oladi. Shundan bittasi birovga qilingan zulm, ikkinchisi oqpadar bo'lishlik. Ota-onasiga oq bo'lgan odamni dunyoda xor bo'lishligida shubha yo'q. Xuddi 2 kelikgina to'rligida shubha bo'lmaganidek. Ka'bani oldida bolasini qarg'ab duo qildi. Parvardigor, Munazildan meni haqqimni olib ber. Ota-ona norozi bo'lib duo qilar ekan farzandining ustida. Duosi albatta ijobat bo'ladi. Hech qancha vaqt o'tmadi, Munazil yiqilib tushdi, yarimi shol bo'lib qoldi. Uyingizdan chiqib ketayotganingizda, bolam Allohga omonatsan. Allohning panohida bo'lgin. Alloh ishingni o'zi o'nglasin deb ota-onani uydan chiqarish qayoqda-yu? Allohga qo'ydim seni. Alloh seni jazoini bersin deb uydan chiqarishadi. Albatta Allohni tanigan, Robbisidan qo'rqqan, taqvodor yosh hech qachon ota-onasiga bunday qilmaydi. Ibrohim alayhisalom mushrik bo'lgan otasiga qanday go'zal muomala qildi. Endi o'g'li Ismoil otasiga qanday muomala qildi? Ibrohim alayhisalom mushrik bo'lgan otasiga qanaqa muomala qildi? Uyidan haydab chiqarsa ham, diniga qarshi bo'lsa ham, siz salomat bo'ling deb chiqib ketdi. Robbimdan istig'for so'rayman sizga deb chiqib ketdi. Endi o'g'lidan qanday javob qaytdi? Qaranglar, ey yoshlar. Ibrohim alayhisalom tushida o'g'lini so'yayotganligini, qurbonlik qilayotganligini ko'rdi. Va 10 ga kirgan, ehtimol 12 ga kirgan o'g'ilchasiga dedi: "Ya bunayya,
inni ara fil manami anni azbahuka fanzur mada tara. Ey o'g'ilcham, men tushimda sizni so'yayotganligimni ko'rdim. Endi siz nima ra'y fikr qilishingizni bir o'ylab ko'ring dedi. Sizni so'yaman deyapti. 10-12 ga kirgan bolaga. Men nima qildim? Basir qilib qolibsiz siz. Bu primoy vahimas ekan bu. Jabroil alayhisalom aytmabdi-yu. Tush ko'rib qolibsiz. Elasizman alaqsirab qolgandursiz. So'raverasiz meni. Demayapti. Chunki kim o'g'li? İbrahim Halilullohni. İsmoil alayhisalom nima deb javob berdi? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni inshaallohu minas sobirin. Ey otajon, sizga buyurilgan ishni qiling. Inshaalloh sabir ekanligimni ko'rasiz dedi. O'zini qurbon qilishga tayyor turyapti. Otasiga oq bo'lmasligi uchun, Robbisiga osiy bo'lmasligi uchun. Bir o'ylab ko'raylik-da, o'g'il bolalar bir kunda necha marta gap qaytaramiz? Necha marta mana uni qilib qo'y desa qilmaymiz? Necha marta ularga qarshi bir fikr bildiramiz? Ota-onasini rozi qilgan, ularning duosini olgan inson bilan ularga oq bo'lgan odam hech qachon teng bo'lmaydi. Na Allohning shariatida, na insonning fitratida. Xoris ibn Nu'man roziyallohu anhu. Nima eshitgansizlar bu kishi haqida? Abu Bakr Siddiqni bilamiz tarixini. Umar ibn Xattob, Xolid ibn Valid, Zubayr ibn Al-Awwam. Bu kishi haqida nima bilasizlar? Bu kishi ota-onasiga yaxshi muomala qiladigan inson edi. Shunisi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tillariga tushdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Nimtu fa ra'aytuni fil janna." Uxladim, tushimda o'zimni jannatda ekanligimni ko'rdim. Fa sami'tu sawta qorin yaqra. Bir qorini o'qiyotganligini eshitdim ovozini. Qultu man hada? Kim bu deb so'radim. Fa qalu Harisat ibn Nu'man. Bu Haris ibn Nu'man dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu tushini aytib turaydilar. Kazalikumul bir, kazalikumul bir. Ota-onaga yaxshilik qilishlikni mukofoti mana shunday bo'ladi. Birrul volidayni mukofoti shunday bo'ladi dedi. Bu kishi onasiga qilgan yaxshi muomalasi tufayli jannatga kirganligini payg'ambarimiz hadislarda aytayaptilar. Qiyomatgacha o'qiladi bu hadis inshaalloh. Bu kishini boshqa ishlar bilan zikr qilinmayapti, qaranglar. Birinchi marta eshityapmiz ehtimol ayrimlarimiz. Lekin qaysi ishi bilan tarixda qolyapti? Qaysi ish bilan jannatga kiryapti? Ota-onaning roziligi ulug' narsa, birodarlar. Hozir aytib o'tganimizdek, kishi tinmasdan ibodat qilishi mumkin. Kechalari uxlamay namoz o'qiydi, Qur'on yodlagan, nafl ro'zalar tutadi, haj qilgan, umra qilgan, ammo ota-onasini norozi qilgan bo'lsa, bu amallari habada bo'lib ketadi. Ibn Sirrin tobiinlarning ulug'idan. Bir kuni odamlar u kishining uyiga kirishganida Ibn Sirrin xuddi bir kasal odamga o'xshab egilib, o'zini hokisor tutib yurgan edi. Xuddi bir kasalga o'xshab. Odamlar ko'rib, bu nima bunaqa yuribdi? Ko'chada bunaqa yurmaydi-yu, yaxshilar yuradi-yu, nimaga o'zini hokisor tutyapti? Aytishdi, bu kishi onasini xizmatida turar ekan, o'zini shunday hokisor tutadi. Onasini oldida xuddi quldaqa, xizmatkordaqa tutar edi. Ota-ona yosh paytida farzandning rioyasiga ko'p muhtoj bo'lmaydi. Chunki kuch-quvvat o'zini joyida, cho'ntagida puli bor, bolasiga muhtoj joyi yo'q. Ammo qarib qolganda-chi? Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Seni huzuringda deyapti Alloh taolo. Ikkalasi yoki bittasi qarigan holda turgan bo'lsa, fala taqullahuma uffin. Ularga uftama. Va qullahuma qawlan karima. Ularga eng muloyim so'zlarni so'zla. Qarang, odam qaridi, farzandining rioyasiga muhtoj bo'ldi. Ota-onaning puli bo'lishi mumkin. Birorta bir qarovchi, xizmatkor yollashi mumkin. Birorta bir hamshirani yollashligi mumkin. Doim yonida erta-kech xizmatini qiladigan, ammo bu xizmatini qiladigan hamshira yoki xizmatkor hech qachon bolasini o'rnini egallay olmaydi. To'g'rimi? G'arb shifoxonalarining birida bir ayol bemor bo'lib yotar edi, muslima ayol. Uni qaragani bir eri xotin turardi, yosh eri xotin. Ertaga kech shu yerda. Tinmay xizmatda turishadi. Hali dori olib kelgan, hali ovqat yegizayotgan, hali kuldirayotgan, hali gaplashayotgan. Bu ayolga, bemor ayolga qaraydigan hamshira ayol g'arblik hayron bo'lib so'radi. Bu kampir kim bo'ladi sizlarga? Yigit aytdi, meni onam bo'ladi.
Haligi xotin aytdi, "Meni qaynonam bo'ladi" dedi. Haligi hamshirani taajjub yana ortdi. Ha bo'pti, bu yigit u onasiga qarayapti ekan. Ha bu kelin nimaga bunday qilib yaxshi muomala qiladi? Kelindan so'radi. Nimaga bunaqa muomala qilasiz? Ahyondek kampirga qarab yig'lab ham qo'yasiz. Hozirda ayollar hech kimga bunaqa xizmat qilmay qo'ygan. Boyaga ayol aytdi. Bu ayol meni kuyovimning onasi. Kuyovimning roziligi onasining roziligida. Kuyovimning roziligi onasining roziligida. Onasini rozi qilsam, kuyovim mendan rozi bo'ladi. Uylanadiganlar, shu onam sendan rozi bo'lsa, men sendan rozi bo'laman deb qo'ying-da boshida. Ha? Jizin shikoyat qilmaydi onangizdan xotin. Mana shu aka-ukalarim, shularda xafa qilmasang, men sendan roziman deyinda, jizin shikoyat qilmaydi ulardan. O'zi siz xotinga shikoyat qilasiz onangizdan. Aka-ukalaringizdan. O'z ochib qo'yasizda, katta qilib darchani. Endi shamol kelib chiqib ketaveradi. Hamshira ayol, bu g'arblik hamshira ayol o'yga toldi. Meni ham bitta o'g'lim, bitta qizim bor. Bir yilda bir telefon qilsa qiladi, bo'lmasa yo'q. Ora-chorada bir munosabat sababi yig'ilib qolsak, shunda bir-birimizni hol-ahvolimizni so'raymiz. Agar ertaga men ham qarib kasal bo'lib, shifoxonaga yotib qoladigan bo'lsam, meni shifoxonaga yotganimni birov bilmaydi ham dedi. So'ngra boyaga ayolga aytdi: "Nima majbur qiladi sizni bunaqa bir muomala qilishlikka qaynonangizga?" Bu musulmon ayol javob berdi: "Dinimiz shunga buyuradi" dedi, oyat hadislarni o'qib berdi. Bizning dinimiz nima? Ona kim dinimizda? Ota kim? Tavhid nima? Oq bo'lish nima? Birrul volidayn nima? Hammasini tushuntirib berdi. Hamshira aytadi, Allohga hamdlar bo'lsin. Uni so'zlarini eshitib islomni qabul qildim. Keyin bir musulmon kishiga turmushga chiqdim. Undan farzand ko'rdim. Keyin musulmonlar yurtiga ko'chib ketib yashadik. Islomdan avvalgi hayotimni hayot hisoblamayman dedi. Bu ayolning iymonga kelishiga nima sabab bo'ldi? Boshqa bir musulmonni o'zini onasiga qilgan muomalasi, birrul volidayni. Diqqat qilib turinglar, kitob o'qiydigan, dars o'qiydigan ukalar. Hasan Basriydan so'rashdi. "Ey Abu Said, men Qur'on halqasida o'tiraman. Odamlarga Qur'ondan dars beraman. Shu vaqtda onam kechki ovqatni yemasdan meni kutib uyda o'tiradi. Shunday qilish men uchun halol bo'ladimi? Onam ovqat yemasdan meni kutib o'tirishi halol bo'ladimi?" Hasan Basriy javob berdi: "U bilan kechki ovqatni yeyishing va mana shundan onangni ko'zi quvonishligi men uchun tatovu qiladigan hajlaringdan ko'ra afzalroq" dedi. Bu Qur'on tilovat emas. Ikkinchi marta, uchinchi marta borgan haj ibodatingdan ko'ra onangning oldida o'tirib, u bilan ovqatlanib, uni ko'zini quvontirishliging dedi. Oshim bor somor deb ketamiz-a? Birodarlar, o'sha ulfatlar ham topiladi. O'sha osh ham, dimlama ham, go'sh ham topiladi. Ammo ota-ona topilmaydi. Buni yo'qotganlar biladi. To'g'rimi? Buni yo'qotganlar biladi. Usmon roziyallohu anhu davrida narx-navolar ko'tarildi. Bitta xurmo daraxtini narxi 1000 dirhamga yetdi. Bitta xurmo daraxti 1000 dirhamga yetdi. Usoma ismli sahoba. Uni onasi jummor yeyishni xohladi. Jummor bu ana shu xurmo daraxtini qalbi deyilar ekan, kesib olinar ekan. Bitta daraxt 1000 dirham turadi. O'g'lim, jummor yegim keldi-da dedi. Bu sahobiy yigitning uyida bir dona xurmo daraxti bor edi. Hech ikkilanmadi, borib turib shat kesdi, o'rtasidan jummorni chiqarib onasining qo'liga berdi. Ashablari, nimaga bunday qilding, ey? Hozir xurmoda qanchaligini bilasanmi narxi? Usoma nima dedi? Nima qilay endi? To'yg'izdi-da, jummor yeyman dedi. Usoma nima dedi? Onam yeyishni xohlagan ekan. Agar jonimni so'raganida ikkilanmasdan jonimni ham berardim dedi. Birodarlar, onasini, otasini duosini olib qolganlar hech qachon hayotda kam bo'lmagan va kam bo'lmaydi. Va ota-onasini norozi qilib qolib ketganlar hech qachon 1-2 bo'lmaydi. Xotirjam bo'linglar. Bugun zo'rdir. Bugun ishlar yaxshi bo'layotgandir. Bugun tani sog'dir. Bugun hurmati joyidadir. Ammo oq bo'ldimi? Qarab turing. Chunki aytdik, gunohlar bor, oxiratga qoladi faqat jazosi. Gunohlar bor, dunyoda ham o'zida oladi. Shundan bittasi ota-onasiga oq bo'lishlik. Ota-onasi o'tib ketganlar ota-onasini
suratini ko'rib yig'laydiganlar, ota-onasini sog'inganlar, xizmatini zo'r qilishga ulgurmagan birodarlar, agar qaytib kelganda nimalarni muhayyo qilib berardinglar? Agar qaytib kelishganda nimalarni muhayyo qilib berardinglar? Ota-onasi tiriklar, ana shu pushaymonni yemasligi uchun boshimizga qo'ygan qush ular. Pirratib uchib ketishi mumkin. Xizmatini qilib qolaylik, duosini olib qolaylik. G'animat bilaylik. Onasi bilan yashaydiganlar, kunora ayolingizga, o'g'lingiz yoki qizingizga bir narsani ko'tarib kirasiz. Albatta onangiz buni ko'rib turib xursand bo'ladi, oilasiga olib kelyapti deb. Lekin sizdan bir ozgina e'tiborni xohlaydi. Falon pulli narsa bo'lish shart emas. Bitta paypoq kim otasini o'ldiradi deb qo'yadi. Sizga aytmaydi, ukangizga aytadi, akangizga aytadi. Tushunarlimi? Xitoyga borasizlar, Turkiyaga borasizlar, hajga borasizlar, Germaniyaga borasizlar, Koreyaga borasizlar, borganda spiska bilan podarka olishni boshlaysiz. Onangiz bilan otangizdan boshlang. Chunki 5 yil qoldimi, 10 yil qoldimi Alloh biladi. Xotinga, o'g'ilga, qizga bir narsa ko'tarishdan avval ota-onaga mo'chontakka solib qo'ying bir narsani. Chunki g'animat. Bir aylanib kelaylik deb, enani qoldirib qo'yib, otani qoldirib qo'yib chiqib ketaveradi o'g'il bola, xotinini, bolalarini olib. Xursand bo'ladi ota-ona, bola-chaqasi yaxshi qarayapti deb, lekin ozgina e'tiborni xohlaydi. Boradimi, yo'qdimi so'rab qo'yaveraylik. Dada, oyi, borasizmi? Men ketyapmiz, yuring. Chiqib ketayotganda emas. Darvozani yopib qolayotganda emas. Kelib bormoqchi bo'lgan paytingizda, rejalashtirayotganingizda, menga bormoqchimiz, vaqtingiz bormi? Toqatingiz bormi? Xohlaysizmi borishdi? Zaynul Obidin Ali ibn Husayn onasi bilan bir tovoqdan ovqat yemas ekan hech ham. Bir tovoqdan ovqat yemas ekan. Nima uchun bunday qilasiz desa, bitta tovoqdan ovqat yesam, ehtimol onam olmoqchi bo'lib turgan luqmayni ertaroq olib qo'yishi mumkin. Dilini ortib qo'yishni xohlamayman. Shuning uchun alohida yeyman der ekan. Birrul volidayn va ota-onaga oq bo'lishlik. Bu ikkalasi hech qachon teng bo'lmaydi. Biri duolari ijobat qilingan, hurmat ko'rsatilgan banda bo'ladi. Ikkinchisi esa mal'un bo'ladi. Va qado robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishlaringizni hamda ota-onalarga yaxshilik qilishlaringizni amr etdi. Ota-onaga yaxshilik qilishlik Alloh azza va jallaning buyrug'i. Ko'zimizni katta ochaylik. Har qancha taqvodor bo'laylik, har qancha ibodatxon bo'laylik, agar ota-onamizni rozi qila olmasak, qilayotgan amallarimiz xabada bo'lib ketishiga xavfi bor. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin va aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi hal yastaviyan deb nomlanadigan darsimizni mavzusi ixlos va riyo. Birodarlar, bu shunday bir mavzuki, axloq ham bir chekada qolib ketadi. Ota-onaga yaxshilik qilish ham bir chekada qolib ketadi. Namoz ham bir chekada qolib ketadi. Ro'za ham bir chekada qolib ketadi. Agar ixlos bo'lmaydigan bo'lsa. Ikki kishi yonma-yon turib namoz o'qiydi. Bir xil namoz. Ikki kishi bir xil Ramazon ro'zasini tutadi. Bir xil haj qiladi. Bir xil Qur'on o'qiydi. Bir xil amallarni qiladi. Ammo ikkalasini yonma-yon turib shu amalni qilayotgan ikkala odam o'rtasida osmon bilan yerchalik farq bor. Vaholanki ikkalasi bir xil amalni bir vaqtda qiladi. Farqi nimada? Ularning biri xolis Alloh uchun amal qiladi, ikkinchisi riyo uchun. Odamlarning ko'zi uchun, odamlarni maqtov uchun. Astagfiru billah. Havaylul lil musallin alladina hum an salatihim sahun alladina hum yura'un va yamna'un al-ma'un. Bas namozlarini unutib qo'yadigan kimsalar bo'lgan namozxonlarga halokat bo'lganki, ular riyokorlik qiladigan va ro'zg'or buyumlarini ham man qiladigan kimsalardir. Namoz o'qiydi, tursa yalqovlik bilan turadi, o'qisa odamlarning ko'zi uchun o'qiydi. Riyo, ixlos. Bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi, birodarlar. Alloh taolo Qur'onda "Va ma umiru illa liya'budulloha muxlisina lahu-d-din" deb marhamat qildi. Holbuki ular faqat yagona Allohga, u zot uchun dinni xolis qilishga buyurilgan edilar. Din xolis Alloh uchun bo'lishi kerak.
qilayotgan har qanday savob amalimiz yoki tark qilayotgan har qanday ma'siyat, gunoh amali bo'lsin, birini qilishdan, birini qilmaslikdan maqsad Allohning roziligi. Agar Allohning roziligini yonboshiga odamlarni, xalqni, mahallangizni roziligi qo'shiladigan bo'lsa, bu amal birodarlar ixlos bo'lmaydi unda. Mo'min odam qilish kerak bo'lgan amallarning eng og'iri bu ixlos. Ixlos. Muxlis banda xolis ish qiladigan banda. Qalbi Allohga aylangan bo'ladi. Riyokor odamlarning qalblari esa odamlarni maqtoviga, odamlarning so'ziga bog'langan bo'ladi. Muxlis bandaga qilgan savobli amali uchun odamlar maqtasa ham, maqtamasa ham baribir qilaveradi. Ammo riyokor odam odamlarning so'ziga, odamlarning unga bo'ladigan munosabatiga qarab turadi. Maqtasa qiladi, maqtashmasa qilmay qo'yadi. U savob Alloh uchun qilinishi kerak edi, bandalar uchun emas. Bandalar uchun qiladigan bo'lsang, qilmay qo'yganing ma'qul edi. Astagfirullah. Va idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa va la yadhkuruna Alloha illa qalila. Riyokorlarni Alloh taolo aytadi. Va qachon namozga tursalar, dangasalik bilan xo'ja ko'rsinga turadilar va Allohni kamdan kam yod olurlar. Namozga turadi, lekin yalqonlik bilan turadi. Allohni eslamaydi bular. Namozni xolis Alloh uchun o'qigan kishi bilan namozni odamlarning ko'ziga o'qigan kishi, bu ikkalasi hargiz teng bo'lmaydi. 3 ta odam bilasizlarmi, jahannamga birinchi bo'lib kiradigan odamlar? Kimlar ular? Ular mushrik bo'lmaydi. Ular murtad bo'lmaydi. Ular kofir bo'lmaydi. Ular musulmon bo'ladi. U 3 ta amalda qilgan odamlar shunaqa odamlarki, bu amalni ancha-muncha odam qila olmaydi. Birinchisi kim edi? Qori edi. Qur'onni yodlagan qori, jahannamga birinchi bo'lib tashlanadiganlardan. Ikkinchisi, topgan moli dunyosini Allohning roziligi yo'lida infoq ihson qilgan kishi bo'lardi. Ikkinchi bo'lib tashlanadi. Uchinchisi, Allohning yo'lida jihodda qatnashib, shu yerda jonini taslim qilgan shahid tashlanadi. Dunyodagi eng qiyin ishlar ilm o'rganib, ilm o'rgatish, qiylanib pul topib Alloh yo'lida sarflash va o'zini jonini Allohning yo'lida fido qilishlik. Nima uchun bular birinchi tashlanadi? Chunki bularning uchalasini ham niyati Allohning roziligi emas edi. Boyaga moli dunyosini sarf qilganga aytadi Alloh taolo qiyomat kunida. Odamlar seni xotamtoy, saxovat pesha deyishlar uchun qilgan eding, niyatingni bilardim. Alloh biladi niyatini. Odamlar seni xotamtoy dedi, sur buni jahannamga uloqtiriladi. Qorini olib keladi. Sen odamlar qori deysin deb Qur'on o'qiding, yodlading. Qoyil qoldirish uchun o'qiding. Va bitta ham luqma olmas ekan, va ovozi juda ham zo'r ekan. Qayoqqa borganda to'rga chiqarish, mana shu maqsadda o'qigansan. Odamlar maqtadi, to'rga chiqding, qori degan nom bilan yurding, sur jahannamga buni deydi. Uchinchisi, Allohning yo'lidagi jihodda qatnashgan, aniq jihod bo'lgan joyda qatnashgan. Dushmanlar tomonidan qatl qilingan, ammo o'lib ketsam shahid bo'lib o'tib ketdi deyishadi, meni orqamdan falonchi rahmatli shahid deyishadi deb qilgan. Alloh taolo uni ham niyatiga yetkazdi. Jangga qatnashding, o'ldirilding dushmanlar tomonidan, odamlar seni shahid dedi, mukofotini olding, sur jahannamga deydi. Alloh uchun bo'lsa qilish kerak, bo'lmasa yig'ishtirish kerak. Qanaqa amal bo'lishidan qat'iy nazar. Xuddi shu ishni qilgan yana 3 ta odam bor, jannatga kirib ketadi bular. Bular ham qori bittasi infoq ihson qilgan, bittasi shahid bo'lgan. Bularning farqi avvalgi 3 tadan farqi. Ular Allohni deb qilgan. Har bir ishni qilishidan avval niyat yangilab olish kerak birodarlar. Har bir ishni qilishidan oldin. Bugun taravaga kelyapmizmi, niyat yangilab olaveraylik. Chiqib ketayotganda nima deb chiqib ketyapsiz, bilmaysiz-da. To'xtab, Parvardigor, seni roziliging uchun, o'zing rozi bo'lishing uchun chiqib ketyapman deylar. Ha, albatta birodarlar, ixlos musulmon odam ustidagi eng qiyin amal hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu ixlos ustida siz bilan bizdan xavotir qilganlar. Aytganlar: "Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar." Men sizlarning ustingizda qo'rqadigan eng xatarli narsa kichkina shirk dedilar. Sahobalar kichkina shirk nima ya Rasululloh deydi. Rasululloh aytdilar, riyo dedilar. Riyo. Xo'ja ko'rsinga ish qilishlik kichkina shirk deyiladi. Shirk o'zi nima edi? Butga sig'inish, toshga sig'inish, Allohdan boshqaga sig'inishlik. Mana shu narsa shirk edi. Ammo bir odam xolis Alloh faqat ibodatga, Allohga ibodat qiladi. Faqat Alloh uchun qildim deydi, lekin niyatidan ketib qoladi.
Alloh niyatlarimizni o'zi isloh qilsin. Salaf solihinlar aytishar edi, niyatni tuzatishlik eng qiyin amal. Niyatni tuzatishlik eng qiyin amal. Sufyon Savriy aytadi, niyatimni tuzatishlik bilan 40 yil ovora bo'ldim. 40 yil niyatimni tuzatishlik bilan ovora bo'ldim. Chunki agar niyat xolis bo'lmasa Alloh taolo amalni qabul qilmaydi. Ala lillahi dinul xolis. Ogoh bo'lingiz kim? Xolis din yolg'iz Allohnikidir. Alloh taolo hadis qudusida shunday marhamat qiladi. Ana aghna shurakai anish shirk. Man amila amalan ashraka fihi ma'iya g'ayri taraktuhu va shirkahu. Men dedi Alloh taolo, shirk keltiruvchilarni shirkidan behojatman. Kim bir amalni qilib, mana shu amalda menga biror kimsani sherik qilsa, ya'ni men uchun qilmasdan, yana boshqalarga ham xursandchiligini, boshqalarga ham roziligini qo'shib qo'ysa, uni ishidan ham, uni o'zidan ham men behojatman dedi Alloh taolo. Innamal a'malu binniyat. Amallar faqat niyatga bog'liq bo'ladi. To'g'ri bo'lishi niyatga bog'liq. Qabul bo'lishi niyatga bog'liq. Bir odamlar uni maqtasa ham qilaveradi, savobli ishni, maqtamasa ham. Bir odam xolis Alloh uchun qildi, odamlardan berkitdi, odamlar bilib qolib maqtadi. Ixlosga putur yetadimi, yo'qmi? Tushunarlimi? Odamlar siz xohlamasizdan maqtashyapti. Bu amal nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Masalan, Qur'on o'qib beruvdingiz, maqtasin demasdan o'qidingiz, odamlar rahmatli, zo'r o'qigansiz dedi. Yoki qandaydir bir ishingizni zo'r qiluvdingiz, maqtashdi. Ana shu amalni qilishda, ishni boshida Allohning roziligi deb qilganmidingiz, faqat undan keyin maqtashadimi, maqtashmaydi, buni ahamiyati yo'q. Boshida Alloh uchun bo'lgan bo'lsa bo'ldi, u yoq bilan ishingiz yo'q. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p. Amallarni xolis qilgan banda bilan riyo uchun qilgan banda hargiz bir-biri bilan barobar bo'lmaydi. Riyokor banda, xolis banda. Zohiridan bu ikkisi bir-biriga o'xshab ko'rinaveradi. Muxlis banda bir amalni qilmasa ham qilaman deb niyat qilib qo'yganligi uchun qilgandagi ajrni olaveradi. Riyokor odam bir amalni qiladi, lekin ajr olmaydi. Yana qaytarib aytaman. Xolis niyat qilgan odam, xolis muxlis bo'lgan banda bir ishni qila olmasa ham, shuni qilaman deb niyat qilgani uchun qilgandagi ajrni olaveradi. Ammo riyokor banda amalni qilib turib ajrga ega bo'lmaydi. Riyo nimaga o'xshaydi? Ketidan yomg'ir yog'magan momaqoldiroq ko'katlarni o'stirmaydi. Momaqoldiroq bo'ldi, orqasidan yomg'ir yog'madi. Bu momaqoldiroqning ko'katlarga foydasi yo'q bo'lganidek, ixlosi bo'lmagan amalni ham kishiga foydasi tegmaydi. Agar amalsiz ilmda foyda bo'lganida Alloh taolo ahli kitoblarni yomonlamagan bo'lar edi. Agar ixlossiz amalda foyda bo'lganida Alloh taolo munofiqlarni yomonlamagan bo'lardi. Ahli kitoblarda ilm bo'lgan, amal bo'lmagan. Amalsiz ilm foydasi yo'q. Amal bor, ixlos bo'lmasa, bunda ham foyda yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'azotlarini birdan qaytib Madinaga kirib kelar ekanlar, o'zlari bilan birga chiqqan sahobalarga qarab aytdilarki, albatta Madinada shunday kishilar bor, sizlar qancha yo'l yurgan bo'lsanglar, qancha vodiy bosgan bo'lsanglar, sizlarga qancha ajr berilgan bo'lsa, ularga ham xuddi shuncha ajr berildi. Vaholanki ular Madinada. Shunda ana shu g'azotga birga chiqqan sahobalar, Rasululloh kim ular? Biz shuncha qiylanib yurib, mehnat qilib topgan savobimizni Madinada turib olib qo'yishdi ular. Kimlar ular deganida, uzr ularni Madinada ushlab qo'ygan kishilar. Chiqishlik niyati bor edi, ammo Rasululloh bilan birga chiqishlikka imkoniyati yo'q edi. Yo'lga kerakli tadorigi yo'q edi, minadigan ulovi yo'q edi, sarflaydigan mablag'i yo'q edi. Lekin chiqaman deb keldi, Rasululloh bu narsa topib bera olmadilar, qolib ketishdi. Lekin niyati sodiq bo'lganligi uchun shu amalni qilganlar bilan teng ajrni olishaverdi. Riyo ixlosning aksi. Riyokor amalni qiladi, bu amalini Alloh taolo qiyomat kunida yuziga uradi.
Va la tadrib biha wujuhana yawmal qiyamah. Duoyimiz bor. Bu qilgan amalimizni qabul qil. Bu qilgan amalimizni qiyomatda yuzimizga urmagin. Kim uchun qilgansan? Odamlar uchunmi? Yuzimizga uradi, Alloh saqlasin. Shuning uchun har ish qilayotganda niyatni yangilab olishlik kerak. To'xta, boyga aytganimizdek, rushnoyni tortib o'zimizga kelib turib, Parvardigor, sen uchun qilyapman. Xolis o'zing uchun qilyapman deb niyatni yangilab qo'yaylik. Chunki baribir qilyapmiz-da shuni. Qiyomat kunida Alloh taolo aytadi riyokorlarga: "Izhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya." Dunyoda kimni deb riyo qilib amal qilgan edinglar? O'shalarning oldiga boringlarchi, ajr savob bormikin sizlarga? Ixlos bilan amal qilgan banda, riyokor banda. Ikkalasi teng bo'lmaydi. Bir quruvchi bitta katta qurilish kompaniyasida uzoq yillar ishladi. Uzoq yillar ishladi, qaridi, charchab qoldi. Endi pensiyaga chiqaman deb, ana shu kompaniyaning raisiga borib turib, murojaat qildi. Men ishdan bo'shamoqchiman, qaradim, endi menga javob beringlar. Haligi kompaniyaning raisi aytdi: "Bo'pti, javob beramiz, faqat bitta shartimiz bor. Mana shu bizni kompaniyadan chiqib ketishingizdan avval oxirgi bitta zakazni bajarib bering. Mana proyekt, mana material, mana uyni qurib bering, keyin siz bo'shaysiz" dedi. Haligi odam tezroq ishdan bo'shashligi uchun material o'shuncha, proyekt bor. Nari-veri qilib eplab uyni qilib qo'ydi. Fundamentni qing'ir-qish qilib, sementni aralashtirib, chola qilib fundamentni qo'ydi. Devorni qing'ir-qish qilib urdi. Addelkani qo'ldan o'tkicha, egasidan yetkicha degan qabilda qildi. Nari-veri uyni eplatida tezroq topshirsa-yu, bo'shasa. 1 yilda bitadigan ishni 3 oyda bitkizdi, olib kelib kalitni qo'liga topshirdi. Xo'jayin oldi, rahmat dedi. Mana shuncha yil xizmat qildingiz, mana oxirgi zakazni ham bajardingiz. Mana endi bizning kompaniyamizda ishlaganligingiz uchun sizga mukofot tariqasida mana shu yuzni o'zingizga sovg'a deb turib, kalitni berdi qo'liga. Ya'ni sizni izzat ikrom qilmoqchi edik. Mana shu oxirgi qurgan uyingizni sizga mukofot qilib bermoqchi edik. Mana kalit sizga dedi-da, uyini o'ziga berdi. Nimaga chiroyli qilib qilmadim? Nimaga puxta qilib qilmadim? Material o'shuncha edi-yu, vaqt o'shuncha edi-yu. Nimaga o'zim uchun qilgan ishni mana shunday chola qildim dedi, pushaymonlar edi. Birodarlar, o'qiyotgan namozimiz o'zimiz uchun. Tutayotgan ro'zamiz o'zimiz uchun. Xatmida turganimiz o'zimiz uchun. Xayr ehson qilayotganimiz o'zimiz uchun. Zakotimiz, hajimiz o'zimiz uchun. Ixlos bilan qilaylik. Ertaga qiyomatga borganda ana shu amallarimiz qo'limizga tutkizib qo'yiladi. Mana o'zingni qilgan amaling deb. Muxlis bandani, xolis bandani Alloh taolo o'zi saqlaydi. Shaytonning makrlaridan omonda saqlaydi. Qarang. Shayton odam bolasini vasvasa qiladi. Ma'siyatlarni chiroyli qilib ko'rsatadi. Toat ibodatlarni og'ir qilib ko'rsatadi. Chunki Alloh taologa ahd bergan. Endi odamlardan o'zini ulushini olyapti shayton. Vasvasa qildiryapti, vasvasa qilyapti, gunohlarga yetalyapti, haqqini olyapti. Endi musulmonlarning ayrimlaridan ham shayton o'zini ulushini albatta oladi. Namoz o'qitmaydi, Ramazon kelganda roza tuttirmaydi, issiq deydi, kasalsan deydi, xullas haqqini oladi. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Otamiz Odam alayhisalomni Alloh taolo jannatdan chiqardi, shaytonni la'natladi. Shaytonga qiyomatgacha yashashlikka muhlat bergandan keyin shayton aytdi: "Endi sening qudratingga qasamki, albatta ularning hammasini yo'ldan ozdirurman, odam bolalarini. Magar ularning orasidagi muxlis bandalaringina haq yo'l bilan ozmasdan qolurlar." Qarang, shayton musulmonni fahshga buyuradi. Toatdan qaytaradi. Shaytonga itoat qilmaydi. Savobli amalda qilma deydi, musulmon itoat qilmaydi, savobni qilaveradi. Gunohni qil deydi, musulmon itoat qilmaydi, savobni ham qiladi. Endi qarang. Musulmon shaytonga osiy bo'ldi, itoat qilmadi shaytonga, savobni qildi, gunohni tark qildi. Shayton ulushini olamadimi? Olamadi. Yo'q, hali umidini uzmaydi u. Amalda qilib bo'lganingizdan keyin gap yo'q. Qoyil. Shuncha vasvasa qilsam ham egilmading-a? Shuncha pulni ehson qilib turib, bitta odamga indamading-a? Qara-ya.
bir kechani namoz bilan o'tkazib yubording-a, qoyil. Shuncha oldingda fitnalar tursa ham bittasiga parvo qilmading-a. Amalni qilib bo'lganingizdan keyin o'zingizga o'zingiz baho bergizib turib, o'lishini olib qo'yadi. O'shuning uchun bizdan biror bir savob amal sodir bo'lsa, aytaylikki, Alloh muvaffaq qildi. Alhamdulillah, Alloh tavfiq berdi. Chunki o'zingizga qolganda qila olamidingiz? Bizdan nima amal sodir bo'lsa, Allohdan. Nimaiki savobli ish qilsak, nimaiki to'g'ri ish qilgan bo'lsak, Allohdan, nima xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, o'zimizdan. Muxlis banda uchun oshkorami, maxfiymi farqi yo'q. Odamlar ko'radimi, ko'rmaydimi farqi yo'q, qilaveradi. Ammo riyokor odam, odamlar ko'rmasa, odamlar maqtamasa, odamlar gapirmasa, hargiz amal qilmaydi. Shuning uchun birodarlar, nafil amallarning eng yaxshisi qaysi bilasizmi? Uyingizda qiladiganingiz. Chunki uni hech kim ko'rmaydi. Imom Ahmad u kishini ummat ichida qanchalar qadri baland bo'lishiga qaramay, martabasini u bo'lishiga qaramasdan aytar edi. Qani edi men Makkani hech kim ko'rmaydigan shaharlarida yashasam, birov meni tanimasa. Ixlos sababli odamlar u kishini tanishini istamas edi. Hozirgi yoshlarda oldiga qo'yadigan maqsadlardan bittasi pul, bittasi mashhurlik, populyarlik bo'lish. To'g'rimi? Nimaga suratga oladi mana qilib? Nimaga anaqa sotsial setlarga qo'yadi? Like qo'yinglar deydi. Shu odamlar unga diqqat e'tibor qilishini xohlayapti-da, odamlar uni maqtash kerak. Suratingni ko'rdik internetda zo'r chiqibdi. Bu insonlar qarang, qiyomatgacha keladigan ummatga xizmat qilib qo'ygan odamlar shunday kitoblarni yozib, shunday ishlarni qilib qo'yib turib, birov tanimasa edi meni deyishyapti. Tushunchalarimiz qanchalar buzilib ketganini. Imom Shofiy 4 ta mazhab boshliqni bittasi. Imom Shofiy aytar ekan, qani edi men o'rgatgan ilmni odamlar o'rgansa-yu, menga nisbat qilishmasa keyin. Muxlis banda qilgan savobli amalini yashiradi, xuddi aybini yashirgandaqa. Muxlis banda qilgan savob amalini yashiradi, xuddi aybini yashirgandaqa. Bizda ham shunaqami hozir? Birodar, yashiring qilgan amalingizni. Yashiring, xuddi aybingizni yashirgandaqa. Agar muxlis bo'ladigan bo'lsangiz. Maqtasda to'xtang, birodar. Qo'ying, yig'ishtiring. Maddohni yuzga tuproq chachiladi degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bizda yo'qmi shu narsa? Kecha deydi, bitta qo'y so'yib, mahallada yetim bolalarga qo'yib, shunday tarqatib chiqdi deydi. So'rayaptimi sendan biroq? Amali nima qilasan, habada qil. Indamay yashirib qo'yaver. Yashirib qo'yganingdan keyin ham odamlar gapirsa, unda mayli. Alloh taoloning hadiyasi bo'ladi u senga. Imom Malik 4 ta mazhabning boshliqlaridan bittasi. Imom Malik o'zini Al-Muvatta degan kitobi bor. Endi xuddi shu Imom Malikning shu Muvattaga o'xshagan kitobini boshqa olimlar ham yozgan. Imom Malikning Muvattasidan ko'ra kattaroq kitoblarni yozgan, lekin ularning hammasi qolgani yo'q. Nimaga Imom Malikning Muvattasi qoldi? Birodarlar, qaysi ishda boshlanishida ixlos bo'lsa, shu amalda samarasi ko'rinadi, tamomiga yetadi. Ayrim kishilarni qilgan amallari, yozgan kitoblari qoladi, ayrimlarniki qolmaydi. Nimaga bog'liq ekan bu? Ixlosga bog'liq ekan. Shuning uchun har birimiz o'zimizni qilayotgan amallarimizni tekshirib turishimiz kerak. Ixlos bo'lishi kerak. Ixlossiz amalda foyda yo'q. Innamal a'malu binniyat. Amallarni to'g'ri bo'lishi, qabul bo'lishi faqat niyatga bog'liq. Darsimizning nihoyasi Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga buyurdi: "Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini." Ayting ey Muhammad, men yolg'iz Allohga, u zot uchun dinimni xolis qilgan holimda ibodat qilaverman. Nima qilsak Alloh uchun qilaylik. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Maf'ulun bihi fe'ldan avval kelyapti. Sengagina ibodat qilamiz, sendangina yordam so'raymiz. Agar bir bandani amallari ko'p bo'lsa, katta bo'lsa, hammani ko'ziga tashlanayotgan bo'lsa-yu, agar ixlosi bo'lmasa, bu amal insonni halokatga olib boradi. O'zini halokatga olib boradi, oila ahlini. Astag'firu billah. Innal khosirin alladina khasiru anfusahum va ahlihim yawmal qiyamah ala zalika huval khusranul mubin. Albatta ziyonkorlar qiyomat kuni o'zlariga ham, ahli oilalariga ham ziyon qilguvchi kimsalardir. Ixlos yo'qmi sizda?
Oilangizda ixlos yo'qmi? Siz ham zarardasiz, oilangiz ham zararda. Ogoh bo'lingiz kim? Ana shu guna ochiq ziyonkorlikdir. Muxlis banda, riyokor banda. Bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi